Hayırlı şarkılar.
Biz ota-onalar, ustoz va murabbiylar sizlarni, butun O'zbekiston yoshlarini vatanimiz, jamiyatimizning hal qiluvchi kuchi deb bilamiz va hamisha xalqimizning mana shunday yuksak ishonchiga munosib bo'lasiz deb ishonamiz. Lekin O'zbekistonimizning mana shunday yorug' va farovon istiqbolini bunyod etishdek mas'uliyatli vazifani kim o'z zimmasiga oladi? Albatta faqat zamonaviy bilim va kasb hunarlarini puxta egallagan, mustaqil fikrlaydigan, doimo el yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'usi bilan yashayotgan siz aziz yoshlarimiz maydonga dadil chiqib, bugungi kunda hayotimizning o'zi oldimizga qo'yayotgan vazifalarni hal etishga qodirdirsiz. Bunga munosib bo'lish kerak. İzlanish kerak, tashabbus kerak, bilim kerak, ilm kerak, tartib, intizom kerak va eng katta narsa hayotimizda o'rnak bo'lishimiz kerak. Eng katta ishonchim sizlar va sizlar ko'p ishlarni qila olasizlar. Shunga munosib bo'la olasizlarmi? Tabiat ham yosh insonlarim asrar biz ham uni asramoqdamiz. Biz baxtli yosh shodon quvnoq bolalar hamma joyda ishi a'lo donalar. O'yin qaroq xayrga to'y biroz maqtanchoq vatanim quvonchi baxtli bolalar. Qolar ortda bolalik, qoladi qaysarlik, shohlik, erkalik. O'z xalqining vatanparvar yoshlarim, bo'lamiz muqaddas yurtning bosponi. Biz baxtli yosh shodon quvnoq bolalar hamma joyda ishi a'lo donalar. O'yin qaroq xayrga to'y biroz maqtanchoq vatanim quvonchi baxtli bolalar. Goh erkalanib injiqlik qilsak yoki darsdan qochib kinoga borsak,
Baxtli bolalikni zavqli onlarim quvonch shodliklarla o'tkazmoqdamiz. Mehrla tabiat ham yosh insonlarim asrar biz ham uni asramoqdamiz. Biz baxtli yosh shodon quvnoq bolalar hamma joyda ishi a'lo donalar. O'yin qaroq xayrga toy biroz maqtanchoq vatanim quvonchi baxtli bolalar. Ulg'ayarmiz qolar ortda bolalik, qoladi qaysarlik shohlik erkalik. O'z xalqining vatanparvar yoshlarim bo'lamiz muqaddas yurtning bospani. Biz baxtli yosh shodon quvnoq bolalar hamma joyda ishi a'lo donalar. O'yin qaroq xayrga toy biroz maqtanchoq vatanim quvonchi baxtli bolalar.
mustaqbal nuqtanet taqdim etadi.